Dopamin eng kerakli gormon. Sen ijtimoiy tarmoqlarga qaram emassan. Sen bir gormonning qulisan xolos. U senga motivatsiya, g'oya, progress beradi va shu bilan birga baxtingni ham tortib oladi. Bu dopamin. Eng kerakli lekin eng xavfli gormon. Dopamin haqida nima bilasan? Dopamin baxt gormoni emas. U lazzat bermaydi. U lazzatni kutishni beradi. U men baxtliman demaydi. Mana shuni ol yoki shuni qil, shunda baxtli bo'lasan deydi. U yana ko'proq, yana va yana degan istaklarni sababchisi. U bo'lmasa sen hech narsani xohlamaysan. U bo'lsa hech qachon to'ymaysan. Uning formulasi: dopamin bu xohish, ammo hech qachon rozi bo'lish degani emas. Dopamin seni qanday yemiradi? U va'da qiladi, lekin lazzat vaqtinchalik. Istagan narsangga erishganing zahoti u pasayadi. Sotib oldingmi? Ko'nikasan. Unga endi yana boshqa narsa kerak. Shunday qilib sen dopamin tuzog'iga tushib qolasan. Asosiy muammo zamonaviy dunyo uni haddan ortiq qo'zg'atyapti. TikTok, Instagram, yangiliklar, o'yin, fast food, shirinliklar va hokazo. Natija bezovtalik, doimiy charchoq, motivatsiya yo'qligi, diqqat tarqoqligi. Sen faqat maqsaddan emas, jarayondan ham lazzat olishing mumkin. Baxt bu manzil emas, baxt bu yo'lning o'zi. Senda ikki xil miya bor. Dopaminli miya kelajakka intiladi. Sensorli miya hozirgi damda yashaydi. Agar birinchisi hukmron bo'lsa, sen kuyasan. Balans kerak. Yechimlar: dopamin detox qil. Haftada bir kun ijtimoiy tarmoqsiz yur. On-son dopaminni qisqartir. Scrollni kamaytir. Chuqur kontentni oshir. E'tibor ustida ishla. Meditatsiya, telefonsiz sayr, sport. Maqsad qo'y, lekin esda tut. Lazzat bir kun kelib emas, u hozir, ayni damda. Xulosa: dopamin bu motor. U bizga texnologiya, san'at va taraqqiyotni berdi. Afsus, lekin u chegarani bilmaydi. Agar sen rulni olmasang, u seni yoqib yuboradi. Bu kitob bizga dunyo ketidan quvlashni to'xtatib, yashashni boshlashni o'rgatadi.